Do'stlar, O'zbekistondagi eng mashhur BMW M4lardan biri sotilyapti. Narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, hozir bilib olasizlar. Ungacha men sizlarga buni xarakteristikasini gapirib beraman. Mashinani yili 2022, probegiga keladigan bo'lsa, 27 ming yurgan. Bunda 3 litrli twin turbo motor turibdi va bunga Stage 2 Plus qilingan, ko'rvasalar darabotka qilingan mashina. Stage 2 Plus va bunda hozir 800 soat kuchi bor. 0 dan 100 ga bo'lsa 2,6 sekundda chiqadi. Mashinani hech qati urilmagan, qirilmagan, top-toza mashina. Bunga karbonoviy kapot qo'yilgan, oldi reshotkalar karbonoviy qilingan, gubalar taqilgan, fara restyling taqilgan, karbonoviy antikrilo va karbonoviy adrodan spoiler naqd $6000 ga tushgan. Orqa difuzorlar ham karbondan, vyxlop sistemasi qilingan va u dekin ovozi juda ham baland va mamlaqa pit stop tormozlari ham bor. Bunga kovunli diskalar qo'yilgan, bilsanglar BMW M4larda karbono keramический tormoz sistemasi, perforatsiyali tormoz sistema, lekin bunga karbono keramический tormoz sistemasi qo'yilgan. Shu tormoz sistemani o'zi $16000 ga tushgan. Mashinaning saloni qizil, qora va sveji bo'lib turibdi. Rul alkantaradan va lipistoklar karbonoviy. Probegi ko'rayotganingizda 27000 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, atigi $140,000. Agar bu mashina sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, pastda egalarining raqamini qoldirdim, aloqaga chiqib bu mashinani olsanglar bo'ladi. Lekin rostdan ham bitta bo'lib yurasizlar.